Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi operatsiyamiz gisteroskopik platsentar polipni olib tashlash tashrihi bo'ladi. Ushbu ayolimizda homiladorlik tushishidan so'ng platsentar polip rivojlangan, uni gisteroskopik yo'l bilan olib tashlanadi. Gisteroskopik polipni olib tashlashning birmuncha afzalliklari bor. Bular ya'ni biz bachanon bo'shlig'iga kirib, ko'z bilan ko'rib, polipni qayerda joylashganligini aniqlab, uni asosi bilan, основанияsi bilan birgalikda butunlay olib tashlashga muvaffaq bo'lamiz. Mana operatsiyamizni ham tugatdik. Ayolimizdan platsentar poliplarni, bir nechta poliplarni oldik.